Hop, Santiago Bernabéu stadioni. Real Madridda domashniy stadioni. Kuniga 1 million funt sterling atrofida pul topar ekan. Yiliga 354 million funt atrofida. Bu 470 million dollar hisobida. Shunaqa magazinlar, turistlar, har xil konsertlar orqasidan topiladigan ko'p narsalar orqasidan topiladigan pul. Buni rekonstruksiyasiga adashmasam 1 milliard dollar sarflangan, 1 milliard funt sterling sarflangan deyilyapti. Kirish taraflari bu yoqda shekilli. Bu Real Madrid store bu ichkarida. Real Madrid magazin emas. Buning ichidagi hamma magazinlar, bunaqa do'konlar turistlar uchun haqiqiy qopqonga o'xshaydi. Real Madrid original futbolkasi 180 euro turadi bu yerda. Shuning uchun bu yerdan hech narsa sotib olganim yo'q. Buni maslahat berishim ham juda ham qiyin. Qirollik oilasi polniy mashina shu yerda yashashadi. Bu yerda park. Odamlar bemalol aylanib yuribdi. Halovat qidirib yurganlar uchun juda yaxshi joy. Tinch. Shahar shovqinidan ancha uzoqda bo'lgan. Haykallar. Shunday chiroyli. Bitta detalligacha e'tibor berib. Shu plashadkalarni yoqqa endi haykalni o'tib qo'yaman. Bernardo Isabel Segunda de Borbon. Bunaqa yozib qo'yibdi. Orqasini qarab turibdi yoqqa. Yani İspanya'nın lehine. Bu matadorlar giyindiğin nerede? Ayollarına. Hemen. Aragones las artes nota de capital palabra Isabel Vivende. Madrid shuncha aylangandan keyin 2 kunga Madriddan 60 kilometr uzoqda bo'lgan Manzanares el Real degan munisipalga borib kelishga qaror qildim. Hozir mana tushdim. Tushgan paytim kredit kartani qo'yib o'tib kelsa bo'lar ekan. Pul solib o'tirmasdan. Kredit kartani bosgan paytda pul yetmas ekan. Chiqib ketayotgan paytda ham kredit kartani qo'yib keyin chiqib ketish kerak ekan. Shunda pul yechib oladi menimcha. Qaysi bekatga borganingizni hisoblab, o'zi qancha uzoq yurganingizni hisoblab, keyin pulni yechib oladi shekilli. Poyezddan tushdik. Mana tushdim. Endi avtobusda yurishim kerak. To'g'risi. Hozir chiroyli joylar ekan. Bu yoqdan keldim mana. Shahardan ancha chekada, Madriddan. Bu boshqa rayon, endi men hozir boshqa joyga boraman. Hozir juda ham zo'r musulmonlar ko'p ko'rdim, hijobli musulmonlarni. Juda ham tinch anaqaga o'xshayapti rayonga bu yerlar. Hozir endi hostelga borganda ham u yoqda ko'ramiz, qani qanaqa ekan. Tog'ga yaqin, naryoqda tog'lar bor, shu tarafga yaqin. Xuddiki
Italiyaga o'xshab ketadi. Italiyaning bir qishlog'i yana Sitsiliyalarga. Menda mashhur bitta qasr bor ekan, zamok. Shunisi bilan ham mashhur shekilli bu yer. Bu yerga unaqacha plan qilib, reja qilib kelganim yo'q. Faqat o'zimni hostelimda joy qolmaganidan keyin bu yoqdan qarasam, sal chetroqlarida Madridga eng yaqin joyda shu yerda bor ekan hostel. Aylanib kelish ham maqsadi bor edi, shunaqa boshqa joylarga ham chiqib kelish. Keyin shuning uchun sal Madrid tashqarisida hostel qaradim. Mana qanaqalar qo'ng'iroqlari chalanyapti bularni. Va mana bizni qasr ko'rinyapti. Juda ham katta. Qasrga kirish joyini mana yopib qo'yishibdi. Bilishim bo'yicha buni xususiylashtirib olgan kimdir. Shunga bu yoqqa kirishga litsenziya ololmayapti deb eshitdim. Nima mehmonlar kirishiga, keyin shundan pul topishiga ruxsat qanaqadir ololmayapti deb eshitgandim. Endi men bu yerda nima yozilgan, Xudo biladi. Umuman tushunmayman ham. Kilogramm 379 bu. Şortlu bu. O zaman şuncha narsa oldu. Şuncha narsam 15-35 euro bo'libdi. Mana chek mana. Diye supermarket. Ko'proq supermarketda narsa olaman, to'g'risi. Karta bor, umuman naqd pul ishlatmayapman, faqat kartada ishlatyapman, Visa kartada. Do'konchilar, suvenirlar, kiyimlar. Yana hostelcham. Tepasiga chiqib, o'rinni g'amlab olmasak bo'lmaydi. Shahar juda ham qadimiy ekan. Bularda bu yerliklarni ildizi bronza davriga, o'sha g'orli odamlar davriga to'g'ri kelar ekan, to'g'risi bu yoqda yo'l yo'q ekan. Qadimiy shaharlardan bu yoqda juda ham mashhur tog' bor ekan. Shuning uchun kempingchilar ko'p ekan. Avtonom yerlar Madridga qarashli bo'lgan. Ispaniyada o'zi ko'p avtonom regionlar, viloyatlar, davlatlar, masalan Kataloniya, Asturiya, Andalusiyaga o'xshagan. Bu Santillana rezervuari ekan. Mana bu yoqda hamma chillingda oq qum. Yozda menimcha odam tiqilib ketsa kerak bu yerda. Şu o'rmon ekan bu. Nasionalniy. Вообще katta o'rmon ekan, kartadan ko'rsam. Anchagina aylanish kerak ekan bu yoqda.
xaritasi menimcha o'rmon xaritasi. Oldinlari menimcha kiyik ovlashgan shekilli aytdi. Manzanaris Indreal La Pedriza. Bu park ekan bu. Park yo'lda tog' mana soyalar. To'g'risi havosi вообще maza. Madridda ham bunaqa emas edi. Pastda ham bunaqa emas edi даже. Mana manzarani qaranglar. Shu o'rmonning orasida juda ham katta o'rmon. O'rmonning orasidan chiqib kelyapman mana bu yoqqa. Peshkom juda ham ko'p yurdim. Menimcha bir 5 kilometrmikin yurdim. Hali yo'l yarmiga kelmadim menimcha. Juda go'zal. Yomg'ir yog'masa bo'ldi. Qani ko'ramiz nima bo'ladi. Yo'l manzarani qarang. Ko'z bilan ko'rish kerak baribir. Juda ham go'zal to'g'risi. Qishloq deb anchagina gapirgandim, lekin o'zini go'zalligi bor ekan. Shunaqa biz yo'limiz bu yoqqa. Pashshana jo'nga tegdi to'g'risi. Pashshana juda ham ko'p. Sal уже pastga tushyapman mana. Tepaga chiqib, keyin pastga tushilar ekan. Shunaqa yo'llar bor, hali qaytish ham bor. Qaytish ham ancha qiyin bo'ladi hali. Lekin arziydi. Beri yo'l ancha yurib qo'ydim, keyin ancha vaqtdan beri o'sha yolg'iz kelyapman o'rmonning orasidan. G'alati bo'lar ekan, sal qo'rquv bor. Kech tushmasdan qaytib olishim kerak hali. U pastda ikkita mashina ko'rindi. Chiroyli toshlar ko'p ekan, g'alati toshlar. Qoyalar, mashinalar kelyapti o'sha. Manzaraga gap yo'q lekin. Yo'limizda qaytyapman endi yo'limdan. Narigi tepadan keyin borgandim. Qaytishda bu yoqdan pastdan bormoqchi bo'lib qaytib ketyapman mana. Qaytish qiziq bo'lyapti. Suv bor ekan. Mana haqiqiy professional. Balki professional. Juda ham ko'pchilik it boqargan bu yerda.
Ispaniyada ham, Portugaliyada ham shunaqa edi. Mana shu oldim. Qaysi tugadi. Juda ham chaqirdim, juda ham och qoldim to'g'risi. Ovqat yemasam bo'lmaydi. Yo'lim tugab qoldi. Kelish kerak albatta, hammaga tavsiya qilaman. Tepasigacha chiqish kerak buni. Nepokорённый qoldirmaslik kerak deydi-yu. Shu qolib ketdi. Xudo xolasa balki keyinchalik ham kelarman sheriklar bilan albatta. Otam bilan niyat qildim dadam bilan kelishni. Dadam juda ham qiziqadi bunaqa narsaga. Xudo xolasa nasib qilsin. Sizlar ham kelinglar. Ispaniyaga kelishda birinchi o'zi maqsad bu yoqqa kelishdan, Madridga kelishdan ID karta olish, digital nomad VNG kartasini olish. Shunga hozir adabreni oldim. Haqiqiy alpinistlar, kempingchilarga boshlangan shahar. Aslida siz aslida udalyon masofaviy tarzda ishlasangiz 3,5 ming oyiga 3,5 ming yoki 3 ming euro topadigan odam bo'lsangiz sizga beradi. Agar yo'q unaqa pul topmasangiz, lekin kartada pul bo'lsa, kartada yoki yo'q hisob raqamingizda o'zini shartlari bor. Xuddi shunaqa pulni ko'rsatgan holda agar oyligingiz unga yetmasa, xuddi shunaqa pul qo'yib adabreni olsa bo'lar ekan. Xo'p. Adabreni olgandan keyin nima qilish kerak? U 3 yilga beriladi. 3 yildan keyin 2 yilga yana cho'zdirsa bo'lar ekan. Agar uni cho'zdirmoqchi bo'lsangiz, albatta 1 yil ichida eng kamida 6 oy yashashingiz kerak ekan va hamma naloglarni to'lash kerak. Ispaniyadagi naloglarni to'lash kerak. Oyligingizdan uni chiqarib beradi. Shuni olmoqchi bo'lib kelganman men, to'g'risi. Xudo xolasa kartani kutyapman. Endi 2 kundan keyin отпечатка topshiraman va 2 haftadan keyin karta chiqadi deyapti. O'rtacha 2 hafta ekan. Xo'p, Madrid hayot haqida. Madridda hayotni ko'rdinglar, videolarda oldim, qo'ydim. Hammasini yashash uchun pulingiz bo'lsa, qanaqadir faqatgina yaxshi joy qidirayotgan bo'lsangiz, Madrid juda ham zo'r tanlov bo'ladi. Ispaniyada juda ham ko'p joylar bor, yaxshi yashash uchun yoki tanlovlar ko'p. Barselona bor, balki Barselona yoqar sizga, balki Madrid, balki shimoliy joylarini ham ko'rgandirsiz internetda, YouTube'da ko'rsa bo'ladi. Lekin ish bo'yicha, ish masalasida Ispaniyaga kelib, unaqa odamni hali eshitmadim, что Ispaniyani birinchi o'rindagi bu yoqqa kelib jismoniy ish qilib ko'p pul topmoqchi bo'lgan. Eng kam ish haqi to'g'ri 1200 euro ekan. Bu yerda naloglaringizdan tashqari 1200 euro faqat bu yoqda yashashingizga yetadi. U eng kam ish haqi endi. Ya'ni agar til bilsangiz yoki ispan tilini bilsangiz yoki ingliz tilida biror xususiy kompaniyaga joylashmoqchi bo'lsangiz, balki yaxshi ish topish ham mumkindir balki. Uni bilmadim. Lekin agar tayyor ishingiz bo'lsa, masofaviy tarzda pul topadigan yaxshi kompaniyada ishlasangiz, bemalol kelib yashashga juda ham yaxshi joy. Shunaqa Madridga xulosani shunaqa bersak bo'ladi. Birinchi video bu meni anaqa YouTube'ga xatolari bo'lsa, xatolari aniq bor. Shunga rozi bo'lasizlar, vaqtinglarga ham rozi bo'linglar. Albatta yozinglar. Kanalga qo'shilinglar. Hammanglarga rahmat katta.